Assalomu alaykum hurmatli parrandachilik sohasi ustalari va shu sohaning ishnavandalari. Sizlar bilan uzoq muddatli 2 yillik tanaffusdan so'ng yana bir marotaba kanalim orqali yuz ko'rishib turganimdan xursandman. Omonmisiz? Bugun ko'p sonli talablarga binoan yana bitta video qilishni ahd qildim. Bugungi video xo'rozlar menejmentiga bag'ishlanadi. Xo'rozlar parrandachilik sohasida eng muhim rol o'ynaydi. U go'sht beruvchi zot bo'lsin, tuxum beruvchi zot bo'lsin, bizga ota-ona zotlar doim kerak. Shuning uchun siz xo'rozlarning sifatini bilmoqchimisiz? Unda videomizni kuzating. Vaqtingizga achinmaysiz. Ketdik. Bugungi kunda parranda go'shtiga va parranda tuxumiga bo'lgan talab oshib boryapti. Va mana shu parranda go'shti va tuxum beruvchi parrandalar bular oxirgi mahsulotlar hisoblanadi. Ulardan oldin esa uning ota-onalari bor. Shu ota-ona zotlari bilan shug'ullanuvchilar uchun bugungi xo'rozlar menejmenti mavzumiz juda ham muhim. Ular qanday qilib turib xo'rozlarning sifatiga e'tibor berishi haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Biz xo'rozlarni 3 toifaga bo'lamiz. Buni xo'rozlarning sifati deymiz va birinchi toifamiz bizda yaxshi xo'roz hisoblanadi. Ikkinchi toifadagi xo'rozlarimiz orqaga ketgan xo'rozlar hisoblanadi. Va uchinchi toifadagi xo'rozlarimiz esa o'lik xo'rozlar hisoblanadi. Birinchisi demak shu yaxshi xo'roz haqida sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz. Semiz emas, vazni normada, toji to'q qizil bo'ladi. Ko'kragi yoki to'shi qizil rangda bo'ladi. Buni men bitta rasm sifatida ham ko'rsatib qo'yganman. Mana ko'ryapsizlarki, sichqonchamni mana bu ko'kragi yoki tush suyagi qizil rangda. Ko'kragi V formada bo'ladi. Ko'kragi V formada bo'ladi deganim, mana bu qismi, mana bu qismiga qo'lingizni mana bunday ushlab ko'rsangiz, mana shu holatda bo'ladi. Ya'ni mana bunday keng holatda emas, mana shu holatda ko'kragi bo'ladi. To'shning past qismida patlari yo'q. Mana demak o'sha to'shi deydigan bo'lsak, mana bu yerda to'shni pastki qismlari, bu yerda mana patlari yo'q. Chunki xo'roz ustiga chiqib ishqalanganligi sababli. Orqa peshobining lablari qizil va nam. Bu yerda hozir orqa peshobini ko'rsatishim iloji yo'q, lekin videoda ko'rsatib berganman. Qanotlari baquvvat va dominant bo'ladi. Qanotlarini qisgan vaqtingizda baquvvatlab qarshilik ko'rsatadi sizga va dominant bo'ladi. Keyin mayaklari katta va shu sabab ko'p urug' ishlab chiqaradi. Endi bu xo'rozni ichki qismida bo'ladi. Endi buni ko'z bilan ko'rish mumkin emas. Ichini yorib ko'rsa bo'ladi buni. Tovuqqa toza o'pich bera oladi. Ya'ni tovuqning ustiga chiqib toza o'sha o'pich bera oladi. Endi ikkinchisi orqaga ketgan xo'rozdi. Orqaga ketgan xo'rozda vazni yengil bo'ladi. Eng birinchi sabablardan bittasi toji ochiq qizil rangda bo'ladi. Mana bu rasmda ko'ryapsizlar, hammasini toji ochiq qizil rangda. Oyog'i kasallangan bo'lishi mumkin. Kasal xo'roz bo'lishi mumkin. Toshi qisman pat bilan qoplangan bo'ladi. To'shi qisman pat bilan qoplangan bo'ladi. To'shini qarasanglar, o'sha pat bilan qoplangan bo'ladi. Kamsitilgan yoki mobbingga uchragan. Bu degani xo'rozlarni ichida bir-birini cho'qish bo'ladi. O'shancha bularning ham ichida bir-birini kamsitish yoki nemis tilida mobbing deydi. Mana shu kamsitilgan yoki mobbingga uchragan xo'rozlar yem va suvni topa olmaydi. Mayaklari kichraygan. Yemni miqdorini zudlik bilan oshirish kerak. Bunday holatlarda xo'rozlar ko'p qolsalar, yemni holatini o'sha joyda zudlik bilan oshirish kerak. Va uchinchimiz o'lik xo'roz. O'lik xo'rozda og'ir vaznli bo'ladi, ortiqcha vazni ko'p bo'ladi. Tovuqlarga o'pich bermay qo'ygan, yaltirab turadigan patlari bor. Qarasanglar, shu patlar yaltirab turadi.
Ko'kragi yoki tushining rangi oq. Tushi to'liq pat bilan qoplangan bo'ladi. Tushini teskari qarasalar to'liq pat bilan qoplangan. Tushi u formada bo'lishi xo'rozning tovuqning ustiga chiqishiga xalaqit beradi. Ya'ni tushi kattakon bo'lsa, mana bunday formada bo'layotgan bo'lsa, tovuqning ustiga chiqa olmaydi. Tushlari, ikkita tushi xalaqit beradi. Orqa peshobining lablari oq va quruq bo'ladi. Moyaklari ancha kichrayib ketgan. Seleksiya qilinishi shart. Bunaqa xo'roz bizga hech qanaqa natija bermaydi. Xo'rozlarni yaxshi holatda ushlab turish uchun xo'rozlaringizni har hafta o'lchab turing. Bu juda ham muhim. Ularning vaznini bilib turishimiz kerak. Xo'rozlarning yemidan tovuqlar yem yeya olmasligi kerak va aksincha. Ya'ni xo'rozlarda yemi bor, tovuqlarda yemi bor. Kattakon ferma xo'jaliklarida shunaqa ajratilgan va bular o'sha bir-birini yemidan o'g'irlab yeya olmasligi kerak. Xo'rozlar yeydigan yemni semirishga emas, tovuqlarga saqlashga sarflashi kerak. Xo'rozlar kam yesa, tovuqlarga saqlashga energiyasi yetmaydi va natijada semirib ketadi. Bu degani, kam yem yeydigan xo'roz o'sha energiyasi saqlashga yetmaganligi sababli u keyin energiyani hammasini semirishga sarflab yuboradi. Xo'rozlar ko'p yem yesa ham tezda semirib ketib, tovuqlarga saqlamay qo'yadi. Yaxshi xo'roz hech qachon semiz bo'lmaydi va tovuqqa toza o'pish bera oladi. Davomi bor. Tomosha qiling. Ketdik. Mana bu yerda hozir bitta juda ham yaxshi xo'rozni aytishimiz mumkin. Bu xo'rozimiz juda ham yaxshi ishlayapti. Qoch qizil, patlariga qarasak, mana patlari ishlatilganligini bilib turibmiz, toza patlar emas va orqa qismi juda ham qizil. Mana endi buni to'shiga qarayotgan bo'lsak, to'shini mana bu yerda deyarli patlari yo'q umuman. Bu demak har doim ishlashda bo'lgan, tovuqlar ustiga chiqqan. Shuning uchun sirpanish natijasida patlari qolmagan. Va ko'ryapmizki qip-qizil. Bu yeri qip-qizil va mana bu tarafi qip-qizil, orqa tarafi qip-qizil va mana bu orqa peshobining labiga qarasak, bu yeri qip-qizil va nam. Bu degani bu xo'rozimiz juda ham yaxshi ishlayapti va mana bu tizalarga qarasak, tizalarning mana bu yerlari qizil. Shuning uchun bu xo'rozimiz eng zo'r, eng yaxshi xo'rozimiz. Bir kunga 10-15 martagacha ishlayotgan xo'rozlarimizdan bittasi. Zo'r xo'rozimiz. Demak, mana bu xo'rozimizga qarasak, bu xo'rozimiz o'sha boshida yaxshi bo'lgan va mana hozir orqaga ketish bo'lyapti bunda. Birinchi o'rinda tojiga qarasak, mana toji ochiq qizil rangda va patlariga qarasak, patlarida juda ham cho'qib tashlanganga o'xshaydi. Keyin mana orqa qismi tush suyagiga qarasak, tush suyagi mana bu yerda mana oq bo'lib qolgan va mana tush suyagini patlar to'sib qolgan. Mana shu patlar to'sib qolishini sifatiga hisobiga bu boshqa ish qilmayapti degani, pat o'sib qolgan. Va mana bu yerga qarasak, bu yerda boshqa qizil emas, tizasi va mana labiga qarasak, labi ozroqgina nam, lekin atrofi oq. Bu ko'p ishlamayapti degani. Bu xo'rozimiz orqaga ketayotgan xo'roz hisoblanadi, oldinga emas. Mana bu yerda biz hozir o'lik xo'roz ko'rsatmoqchimiz. Patlari chiroyli, toji ham qizil, lekin buni biz o'lik xo'roz deb ataymiz. Sababi o'lik xo'roz deb aytishimizga sababi, buni mana bunday qarasak, ham to'sh suyagi, to'sh go'shtlari oppoq rangda va patlar o'sib chiqqan mayda patlar. Bu deyarli ishqilishda yig'ishtirib qo'ygan va mana bu yeri ham mana oq, keyin mana peshobiga qarasak, peshobi ham oq. Deyarli oq. Bu xo'rozimiz ish qilmayapti va bu xo'rozimiz bizda o'lik xo'roz hisoblanadi va aslini olganda bunaqa xo'rozlarni seleksiya qilib chiqarib tashlashimiz kerak.